Umidjon o'g'lim, tura qol. Nonushtingni tayyorlab qo'ydim. Maktabingga kech qolasan. Men ishga shoshyapman. Ana endi Umidjonga bu pullarga krossovka olib beraman. Hali seni shoshmay tur. Qurutaman baytdan borib, qurutaman. Direktorga bir uchrashaychimi? Krossovkami? O, yangilik ayo. Xo'p, Rahmat ayajon. yoqdimi sovg'am? Ha, katta bo'lsa men bundan zo'rlarini olib beraman sizga. Albatta, niyatingga yetgin. Marhamat, kiring. Assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansiz. Va alaykum assalom. Sodiq aka, yaxshimisiz? Marhamat, o'tiring. Yaxshimisiz? Charchab bo'lmayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Sodiq aka, sizni bir maslahatli ishga chaqirgan edim. Endi opa, mana anchadan beri maktabimizda ishlab kelyapsiz. Sizdan ko'nglimiz to'q opa. Maktabni tozaligini yaxshi ushlab beryapsiz. Lekin yana bir narsani eshitdimki, ko'chada bolalarga somsa sotyapsiz ekan. Ha, shunday. Lekin endi sharoitingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, maktabda sanitariyaga javob bermaydi opa. Shu sababdan ertadanoq bu ishingizni yig'ishtiring. Qaytib somsa sotmang opa. Meni tushundingiz-a? Mayli, bo'lsiz. Bolajonlarim, kechirasizlar. Somsalarimni boshqa amaki olib qo'ydi. Ha, shuna bo'ladi, men bilan o'ynash hali. Aytavdim-ku, ko'rsatib qo'yaman narsa sotishdi. Voy bolajonim, va alaykum assalom. Nima kayfiyatingiz? Somsalar sotilmadi. Ha, shunday bo'lib qoldi. Somsa sotishimga ruxsat berishmadi. Bir somsalar bilan maza qilib ovqatlaman. Anaqa. Senga somsalarning puliga kitoblar olib bermoqchi edim. Bo'ldimi, Jardin? Ustoz, sizga bitta gapim bor edi. Nima gaping bor? 3-4 kunga menga javob berib tura olasizmi? Nega? Oilamga xarajlashaverardim. 3-4 kunga bo'lsa, mayli. Faqat darslarni o'zlashtirib olasan. Xo'p bo'ladi, hammasini o'zlashtirib olaman. Qani Umidjon, kirchi xonaga.
kecha o'tirchi. Anchadan beri kutyap turganingni aytishdi. Nimalar boshlab yuribsan? Bu qayerdan keldi? Domla, onam baytda farrosh, men bundan uyalmayman. Ona hamma kir joylarni tozalaydi. Baytda tinmay mehnat qiladi. Ha, bilamiz. Tongda xo'rozdan oldin turib, cho'xda somsa pishiradi. Har doim qorni og'riydi. O'zi pishirgan somsasidan bir dona bo'lsa ham yemagan. Men shuning uchun 3-4 kun ishlab mana shu pechni olgandim. Shuning uchun bizning maktabimiz nomidan bersangiz, men ko'p ishlaganimni va darslardan qolib ketganimni bilmas edi. Sotishga ruxsat bering, somsalarni iltimos domla. Umidjon, onang bizni maktabga juda ko'p yaxshiliklar qilgan. Tozaliklarini anchadan beri saqlab yuradi. Sen bu gaplaring bilan bilasanmi hozir nima qilding? Meni kir qalbimni tozalading o'g'lim. Sendek farzandi bor onang sendan bemalol faxrlansa bo'ladi bolajonim. Yaxshi kelishdik. Ertaga unda onangni birgalikda bir xursand qilamiz, ha? Kelishdikmi? Yaxshi, yur bo'lmasa. Xo'p, hurmatli bolajonlar, hammalaringga sir emaski, mana shu Sodiq opamiz maktabimizda anchadan beri faoliyat yuritadi. Sodiq opamiz xonalarimizni tozalab, koridorlarimizni tozalab, ozodaligini doimo saqlab kelgan. Sodiq opa, sizga maktab jamoamizning nomidan mana shu pechni sovg'a qilib bermoqchimiz. Xudo xohlasa, ertadan boshlab bemalol somsalar pishirishingiz mumkin. Ana u yerda sizga atab bitta butka yasadik. Mana shu butkada bemalol faoliyatingizni ko'rsatib, somsalar sotishingiz mumkin, opa. Mana shu maktab jamoamizning nomidan sovg'a, bolajonlar. Balli o'g'lim Umidjon, zo'r bo'ldi. Gaplashamiz.